texnologiyasi bugungi mavzuyimiz. Demak, bugungi mavzuyimiz 4 ta reja asosida olib boriladi. Birinchi rejamiz sistem ta'lim texnologiyasining mazmun mohiyati. Ikkinchi rejamiz boshlang'ich sinflarda sistem ta'limga o'rgatishni tashkil etish shakllari. Keyingi rejamiz esa sistem ta'lim texnologiyasini boshlang'ich ta'limda qo'llash bo'yicha xorijiy tajribalardan o'rganish va 4-chi rejamiz texnologiya fanini o'rgatishda ish turlarining mazmuni. Bugungi shu reja asosida mavzumizga yoritamiz. Demak, o'sha prezidentimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5-sentyabrda o'sha xalq ta'lim tizimini rivojlantirish, boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlarida 39-31 sonli qarorlarida demak o'sha ta'lim sifatini, ta'lim tizimini, xalq ta'lim tizimini isloh qilish haqida chora-tadbirlar ishlab chiqqan. Bunda aynan oladigan bo'lsak, o'sha 11-bandida umumiy o'rta ta'limning yangi davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlarini takomillashtirish va shu bilan birga STEM texnologiyasi, muhandislik STEM ta'limini bosqichma-bosqich amaliyotda joriy etishni belgilab qo'ydi. Bunda o'sha xorijiy dasturlaridan o'sha kiritilgan STEM dasturidan, o'sha STEM dasturining topshiriqlarini o'sha O'zbekistonning yangi avlod dasturlariga, darsliklariga kiritishi vazifa qilib yuklantirib qo'yilgan. Xo'p, STEM ta'limining mazmuni. STEM ta'limining mazmuni va mohiyati, STEM ta'lim texnologiyasi maktab o'quvchilarini yangicha o'qitish metodikasi bo'lib, an'anaviy o'qitish metodikasining farqli metodika hisoblanadi. Bunda STEM o'quvchilari bir vaqtning o'zida, STEM o'quvchilari ya'ni bir vaqtning o'zida 5 ta fanni qamrab oladi. Bular qaysilar? Bular tabiiy fan, texnologiya, muhandislik, tasviriy san'at, matematika. Demak, STEM fan bo'yicha emas, yana shuni aytib o'tishimiz kerak-ku, STEM fanlar bo'yicha emas, o'sha balki mavzular bo'yicha, o'sha fanlarning mavzularini qamrab olish bo'yicha integratsiyalashgan o'quv tizimidir. Demak, mavzularini biz o'sha dars jarayonida integratsiyalashgan holda darslarni tashkil qilamiz. Xabaringiz bor, o'sha integratsiyalashgan darslarning bir vaqtda o'zida o'sha bitta fanimizda 2 ta fandan to 5 ta fanning mavzularigacha bo'lgan integratsion darslarni nima qilib olishimiz mumkin? Qamrab olishimiz mumkin ekan. Hop, STEM qisqartmasi tuzilishini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bunda o'sha har biriga qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsa, demak, tabiiy fan. Birinchisi tabiiy fan deb yuqorida aytib o'tdik. Bunda tabiiy fanlar jamlanmasi, tabiat haqidagi fanlarning to'plami tashqi dunyo bilan bog'liq hodisalarni amaliy jarayonda ko'rishni o'z ichiga oladi va keyingisi texnologiya. Texnologiya innovatsion o'zgarish yoki